Balamninki aqli qobiliyati nayt bek töven, tili kechikib chiqdi. Yoki bo'lmasa kechligib uxlayotgan chog'da sovuq ta'laydi tishini. Bu cho'rilti da'vatga ata-Allah. Yani shundaqla balamning ishtahasi yaxshi emas, qon ozliqdan mag'durlik avvallar ko'rlab qilyotdi. Mushuning qatta yaxshiroq bir chora bormi da'vatgan do'stlarimiz bo'lib qolsanglar, filmni yurak bisversanglar. Yani bunun qatta o'z qo'limizda ishlangan narpini ichimlikimiz bilan davoiy mishkining ichimligi, davoiy mishkining balkim qiyomliqlarini, tabditlarini anglagan bo'lg'itda davoiy mishkining ichimligi. Yani 2 qop davoiy mishki ichimligi, 2 qop narpini ichimligi, jami 16 kun atrofida mahsulotimizni o'zgandan faoliyat qilyapmiz. Haqiqiy ehtiyojim bor da'vatgan do'stlar bo'lsanglar, 186 99 84 3200 numara orqali aloqalashsanglar bo'ladi. Va yoki Qag'iliq Naylik cho'ng bekatning oldidan Rimli soat oyliklar qo'ros taraf qolib bizim turmangsanglar, Sarqul mahsulotlari degan do'konni ko'rsanglar, shu do'konga kelsanglar bo'ladi. O'z markamizdagi mahsulotlarimiz bilan sizlar uchun yaxshi holatda mulozimat qilamiz. Ehtiyojinglar bo'lib qolsa, davomli bizlar aloqalashsanglar.